Tursun aka, tuzumisiz, qalis, chiqishlovli tinchmi? Nima yengil-yengillar? Jamila Toshkentga kelib shunchalik o'zgarib ketdingmi? Ayam sen bilan ko'rishishimni aytgandi. Mana dubtachivoz. Yurmanskiy Toshkent kimligini ko'rsatib o'qaman. Nimani ko'rsatasan? Toshkent kimligini deb tushunmayapsizmi nima? Qayerdan olding bu gapirishni? Ketyapmiz-da. Voy o'lay. Qanday yoqyaptimi sevimim qishloqdagi tengdoshim? Zo'r ekan, yoqdi menga. Yurasi kelib qolsa, men senga choy-poy qilib qo'yay. Enangni o'g'limanmi sanlaysan? Gel. Yura qo'ying. Toshkentchani qachon yodlading? Uxlayotganda yodladingmi? Chala yodlabsan. Nima deb o'tibsiz? Kimdir bizga qarab qo'yqolaydimi? Jamila hech piching olmayaptimi? Zo'r qilib gapiryapsan? Ha? Sen Toshkentchani eshitib, men uyalib ketyapman. Iltimos gapirma. Ayni biz o'rganib qolganmiz-da. O'li. Voy Jamila meni liqillabdi-ku. Bu pampulsa-da, bunaqasini faqat Munifdan topasiz. Ana Muqimiy ko'chadagimi har xil shirinliklar sotadiku. Bu ikkinchi filialida Suymunga ochilgan. Zo'r ekan, ham yeb ko'raychi. Buncha zo'rmi, buncha yumshoq? Bu paxtadek bulutga o'xshaydi-da, dundiqqina. Jamila, Toshkentga kelganiga necha yil bo'ldi? Bu hafta payshanba kuni kelgandim. Tez seni olib ketayda qishloqqa. Bo'lmasam bo'lka Toshkentchaga yangi lug'atlar qo'shyapsan. Tirilinglar. O'zingcha. Qatga deginchi? Qatti. Qatti deb, endi qatga deydi. Garang. Biliyor musun ben Toshkentliyim, sokakta bugün ben şaşlık yiyem.